Assalomu alaykum, Ixlos Get YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari, ko'rib turganlaringdek yana bitta temir so'rimiz hamda kechalagimizda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga olib kelib, xudo xolasa chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, so'rimizning razmeri 3 metrga 3.40 razmerda bo'lgan. Kechalagimiz ko'rib turganlaringdek polni qalin materiallarda, bu tarafi 220, bu tarafi 120 holatda qilib tayyorlab berganmiz. 3 kishi, 4 kishi xotirjam o'tiraveradi. Polni qalin materiallardan bo'lgan, xudo xolasa. Endi so'rimizning materiallariga keladigan bo'lsak, qisqacha ma'lumotini beramiz. Stoykalarimiz 10 ga 10 1.7 lik, o'sha qalin profildan qilib berganmiz. Oldi ko'rinishi 14 lik, 14 lik joyi ham 8 ga 4 1.7, pastdagisi ham 6 ga 4 1.7 lik qalin profillardan bo'lgan. Xudo xolasa kraska, devo kraska sepib berganmiz 3 yildan 5 yilgacha kafolati bilan. 4 tala stoykalarimizga ham tormozli g'ildirak qo'yib berganmiz. G'ildirakni ham yaxshisidan originaldan qo'yganmiz. Xudo xolasa bitta bosib qo'ysa, hech qanaqa qimirlamay turaveradi. Bir joyga olishmoqchi bo'lsa, bitta o'zlari ham uyda yosh bola ham xotirjam u taraf bu tarafga surishi mumkin. Hech qanaqa qiyinchiliksiz olaveradi. Hech qanaqa bir yurishida yengil, muammo bo'lmaydi. Ayollarimiz uchun ham taglarini supurib tozalashmoqchi bo'lsa, bir o'zlari olib xohlagan ishlarni qilsa bo'laveradi. Qolgan joylari ham hammasi o'sha haytek usulda bo'lgan, ko'rishlaring mumkin. Ha shu 2 ga 4 qo'yilgan joylari ham materiallari o'sha qora kuydirilgan profillardan qilib berganmiz. Qalinligi hammasidan qalinlardan foydalanganmiz. Hech qanaqa yuqa profil ishlanmagan. Taxtalarga keladigan bo'lsak, rossiyskiy sasna bir-biriga kiradigan shponkalı taxtadan qilib ustilarini laklab berganmiz. Xudo xolasa, so'rimiz zborka bo'ladi, polni bo'lit gayka bilan yig'ishtiriladi. Qish kunlarida ochiq joyda turadigan bo'lsa, xohlagan joylarga yig'ishtirib, taxtasini ham, o'zini ham olib qo'ysalaring bo'laveradi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6,5 million so'm. Vodiy va Toshkent bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. Toshkentdan tashqariga narxiga ozgina qo'shilib qoladi. Xudo xolasa kelishaveramiz. Kechalagimizning narxi 3,5 million so'm. Xuddi shunga o'xshagan qalin materialdan bo'lsa, buni ham o'sha profillar 8 ga 4 1.7, mana odam o'tiradigan joylardagi profillar ham mana shular hammasi 1.7 tepalariga o'sha Lexan qilib berganmiz. Agar material bo'ladigan bo'lsa 3 million so'mga bo'laveradi. Lexan bo'lganligi uchun 3,5 million so'mga xuddi shu holatda qilib tayyorlab beraveramiz. Ikkovi bir-biriga rangi bir xil chiqqan, ko'rinishi ham bu ham haytek usulda, bu ham o'sha haytek usulda bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa ekranda raqam qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Temir so'ri, temir darvozalar, undan tashqari hovli va ayvonlarga temir naveslar ham tayyorlab beraveramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'yicha dastavka ustanovkalari bilan bemalol qilib beraveramiz.